Assalomu alaykum fermer dehqon akalar. Mana navbatdagi ko'ribkamizga yakunladik. Mana uchta 15 kilovat uzog'iga mana uyog'i suv pasayadigan bo'lsa pasayib ko'tariladigan qilib. Mana suv qalay suv? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa mana Aziz aka, Ahror akalar keldi. Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani Sholikor mahallasiga 3 ta, bu yoqda 3 ta, o yoqda 2 ta nasos qo'yildi. Xudo xolasa mana ishlatdik daryodan. Daryo tomonni ko'rsating hoji aka. Mana 15 kilovatlardan 3 ta. 200likdan 3 ta motor bu yoqqa qo'yildi. Xudo xolasa mana dehqonchiliklarimizni boshlashga yaxshi. Mana suvni tortish mana bunday. Inshaalloh tavsiya beramiz. Shu Ahror aka, Aziz akalarga aytib qo'ydirib, Xudo xolasa baraka topamiz. Sizlar ham qo'ydiringlar, o'zlari kelib hamma uslugasi bilan qo'yib ketyapti. Faqat pulini to'lasanglar bo'ldi. Boshqa joyga yugurish shart emas. O'zlari keladi, qo'yadi. Boshida Instagramda ko'rdik, endi ishonmadik, mana ko'rdik, amalda zo'r. Rahmat. Mana amperlarimizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Amperni ham ko'rsatinglar mana, avtomatik hammasi. Bolalar qiynalmaydi. 15 kilovat, mana 15 kilovat motorimizda amperlari mana 29, 28, mana 29. 14,5 kilovat rasxod qilyapti 15 kilovat motorimiz mana.